Endi bemalol maktabdagi matematika fanidagi vazifalarni kodlar orqali bajarishingiz mumkin. Sababi bugun biz kichik matematik amallar mavzusini o'tamiz. Keling avval o'zgaruvchi yaratamiz. A teng 10, B teng 3 deylik va print A plus B qiladigan bo'lsak, biz buni bizga qo'shib beradi. Keling endi qaysi belgi qanday vazifa bajarishini ko'rib chiqamiz. Plus albatta qo'shadi, minus esa ayiradi, yulduzcha ko'paytiradi. Bitta slash qoldiq bilan bo'ladi. Ikkita slash esa qoldiqsiz faqat o'nlik sonini o'zini chiqarib beradi. Foiz esa qoldiqni chiqarib beradi. Ikkita yulduzcha esa darajani ko'tarib beradi. Keling endi bularning barchasini sinab ko'ramiz. Ko'paytirish mana javobni chiqarib beryapti. 30 bo'lib qiladigan bo'lsak, javobi chiqdi. Ikkita slash qiladigan bo'lsak, boya aytganimdek, bu qoldiqsiz bo'ladi. Ya'ni o'nlik sonini o'zini chiqarib beradi. 3. Barchasi to'g'ri ishlayapti. Keling endi foydalanuvchidan ma'lumotni olib, keyin uni yana chiqarib berishni o'rganamiz. Buning uchun o'tgan mavzularda o'tganimizdek int qavs ochamiz. Input qavs ochib yozamiz. B ga ham xuddi shunday deb yozamiz. Va yerga ikkinchi sonni kiritib. Printni ichini ham o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Javob A. Masalan, ko'paytirmoqchi bo'lsak, A ko'paygan B. Va buni run qilib ko'radigan bo'lsak, birinchi sonni kiriting. 100. Ikkinchi sonni kiriting. 98. Va javob 9800. Barchasi to'g'ri ishlayapti. Bugungi mavzuda siz kichik matematik amallar mavzusini o'tdingiz. Keyingi videoda esa biz taqqoslash operatorlari mavzusini o'tamiz. Kuzatishda davom eting.